Ehtimol Pompey haqida ko'pchiligimiz bilamiz. Vulqon otilishidan va odamlarni toshga aylantirgan voqealardan biri. Ammo bu aysbergning faqat bir uchi. Shaharda yashaganlarga nima bo'lgan, qanday buzuqlik qilishganki, Alloh bu qavmni yo'q qilib, qavm odamlari qanday bu holatga kelishgan? Ona yoki ota va bola o'yin o'ynarkan, bir onda qanday bu holatda qolgan va ularni qanday topilganini aytganimda amin bo'lingki, muzlab qolasiz. Nima sababdan ular bu shaklda shiddatli jazolanganini eshitishga tayyor turing. Tez orada biz Pompey shahri xarobalarida sayr qilamiz. Shaharning eski holatiga guvoh bo'lgan holda va biz ular bilan birgalikda halokatni ko'z o'ngimizdan o'tkazamiz. Pompey, Rim imperiyasining tanazzulga uchrashi ramzi bo'lgan Italiyadagi qadimiy shahar, dunyoning eng boy odamlari yashaydigan joy. Muhtasham binolarning, durdona sirlarning, shaharning eng go'zal ayollarining va shahar arenasida jang qiladigan gladiatorlarning to'kinlik va farovonlik maskani. Agar siz yuqoridan shahar xaritasiga qarasangiz, siz shaharni ulkan baliq sifatida ko'rishingiz mumkin. Bu aniq maqsadda ishlab chiqilgan. Axir Pompey ayni vaqtda port shahar. O'ng tomonda baliq ko'zga o'xshagan narsa bir amfiteatrdir. Bu amfiteatr gladiatorlar, shahar aholisi va boylarni o'yin-kulgi qiladigan joyi. Bu yerdan gladiatorlar ichkariga kiradi. Minglarcha insonlar nazar ostida hayot va o'lim uchun kurashishadi. Boylar mag'lubiyatga uchragan jangchilarni arslonlarga yem qilishardi. Ularning xayolidagi g'oyalari faqat o'zlariga ayon edi. Bu yerda nafaqat odamlar, balki hayvonlar ham halok bo'lishadi. Gladiatorlar ba'zida vahshiy hayvonlar bilan ham ozgina zavqlanish uchun jang qilishgan. Kim biladi bu maydonda yana qanday hikoyalar borligini. Maydonni bir chetga surib, shahar hayotiga o'taylik. Siz ko'rib turgan bu ko'cha o'sha davrning do'konlari va bu yerda turli millat vakillari, ot aravalar o'tadigan joy edi va vaqt o'tishi bilan yerdagi bu bo'shliqlarning shakllanishiga olib keldi. Minglab odamlar o'tadigan bu joy, albatta, u ot axlati, oziq-ovqat va ichimlik suvi va boshqa chiqindilar bilan ifloslangan yoki yomg'ir suvlariga to'lgandi. Shu sababdan ko'pchilik bu yerlarga qadam bosishni ham istamagan. Shuning uchun bunday omillardan himoyalanish uchun, sakrab o'tish uchun toshlar qo'yildi. Shunday qilib, u ko'chani tuproqqa, loyga va suvga botmasdan kesib o'tish yoki ot aravalarga minishi mumkin bo'ldi. Eng qadimiy shaharlarda ham bunday o'tish toshlarini ko'rmaysiz. Bu aslida qaysidir ma'noda shahar aholisi tozalikka unchalik qayg'urmasligini ham ko'rsatib beradi. Siz shaharning ba'zi joylarida bu ichi bo'sh toshlarni ko'rasiz. Bu xonalarda idish-tovoqlarga ozuqalar solingan va shu maqsadda xizmat qilgan. Quyidagi bo'sh qismda yonayotgan o'tinlar ovqatni har doim issiq saqlash uchun tayyorlangan bir peshtaxta. Shaharning ba'zi ko'chalarida bu restoranlar bugungi kundagidek saqlanib qolgan. Orqa tomonda ko'zalarda turgan oziq-ovqat ingredientlari deyarli 2000 yoshda. Biz shaharning ko'plab joylarida, ko'plab devorlarda freskalarni ko'ramiz, ya'ni devor rasmlarini. O'ylash mumkinki, ular uchun jinsiy hayot va yalang'ochlik bu ularga juda yoqadigan xatti-harakat munosabati bo'lgan. Ba'zi boy odamlar hatto uylarida bir nechta yotoqxonalari shunday axloqsiz suratlar bilan bezatilgan. Ehtimol ularning ba'zilari o'zlarini chizdirgan rasmlar edi. Siz ko'rayotgan bu joy esa bu shaharning bir fohishaxonasidir. Shaharning ko'plab qismlari vayron bo'lishiga qaramay, bu joy keyingi tashrif buyuruvchilar uni ko'rishlari uchun xuddi tik oyoqda turgandek, chunki bu yerda ibratli bir holat bor. Shahar aholisining gunohkorligini ko'rsatadigan kichik joy. Bu joyning boshqalardan farqi shundaki, erkaklar faqat ayollar bilan uchrashishmaydi. Ular o'zlarining turlariga ham qiziqa boshlashdi. Bu axloqsizlik butun shaharga tarqaldi. Hatto shaharliklarning fikrlari fahsh bilan to'lgan edi. Buni sizga isbotlash uchun bir misol keltiraman. Siz ko'rayotgan bir la'natli qo'rg'oshin planshet. Ular jahlini chiqargan va yaxshilik istamagan odamlarga nima qilishni istagan ishlarini ular bu qo'rg'oshin planshet ustiga yozishgan. Ular buni uylarida yoki qabrlarida yashirishgan.
xuddi qora sehr kabi. Ushbu planshetda shunday yozilgan: Flemation Posthunusning xizmatkori yuzini, ismini, nafasini va barcha hayotiy organlarini jahannamga bag'ishlayman. Inson undan, u ham insondan tezda nafratlansin. Uning a'zolari hech narsaga yaramasin. Haqiqatdan ham juda nafrat to'lgan yozuv. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, shaharning g'oyib bo'lgunga qadar bo'lgan avvalgi holatini chegarasiga yetgan to'liq buzuqlik, qo'pollik va axloqsizlik deb xabar qiladi. Mo'l-ko'lchilik va farovonlik ularni buzuqlikka yetakladi. Yagona yaratganga ishonishmadi. Bular butlarga sig'inadigan jamiyat edi. Ular ko'plab soxta xudolarga ishonishardi. Ularning hech biri yaqinlashib kelayotgan halokatdan xabardor emas edilar. Shaharga yaqin joyda ulkan vulqonli tog' bor edi. Vezuviy tog'i. Bu vulqon tog'ining kattaligiga qarang. Bu tog' ular uchun oxiratning boshlanishi bo'ldi. Oxir oqibat o'zlarini tuzatish uchun ajratilgan vaqt tugadi. Tongi soat 8, falokatdan bir necha soat oldin. Hamma yangi kun uchun uyg'ondi, lekin bu ularning uyg'ongan oxirgi kuni edi. Vulqon harakat qila boshladi. Qisqa ammo kuchli zilzila sodir bo'ldi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, portlashdan oldin bir nechta zilzilalar bo'lganligini tushunishimiz mumkin. So'nggi 2 yil ichida kuchli va kuchsiz zilzilalar shunchalik ko'p bo'ldiki, endi bu Pompey xalqi uchun odatiy holga aylandi. Chunki zilzila sodir bo'ldi va hamma narsa tugadi. Ammo bu kun boshqa kunlardan farq qilardi. Taxminan 5 soat o'tgach, soat 13:00 atrofida Vezuviy vulqoni butun shiddati bilan otildi. Bir nechta atom bombasidan ham kattaroq kuch bilan. Tez orada Pompey shahri toshlangan lava parchalari, ko'l, gaz va chang buluti ostida qoldi. Aksariyat odamlar portlashdan keyin piroklastik oqim deb ataladigan hodisadan nafas qisilishidan vafot etishdi. Ko'pchilik shaharning qulashi oqibatida ezilgan holda yoki ular vulqon otilishi ortida yonish natijasida vafot etishdi. Portlashdan 15 soat o'tgach, shahar butunlay vayron bo'ldi. Shaharning eski ulug'vorligidan asar ham qolmadi. Boylarning saroylari, ularning qullari, o'ynayotgan insonlar, ko'chada yurayotgan bolalar, ertaga nima qilishlarini rejalashtirgan insonlar, ularning barchasi 15 daqiqa ichida g'oyib bo'lishdi. Tabiiy ofatdan so'ng asrlar o'tib, shaharning ko'rinishi, butun shaharni qoplagan loy qatlamining eng aniq ko'rinishi, benuqson nafislik bilan ishlangan bu me'moriy inshootlar yer ostiga ko'mildi. Qazishmalar payti deyarli metrlarcha chuqurlikda shahar topildi. Ilgari shahar qanday ko'rinishda bo'lganligini ko'rsatadigan uch o'lchamli tasvirlar. Xo'sh, nega bu odamlar o'limi chog'ida hech qanday ofatni sezmagandek edilar? Qanday qilib ular bunday holatda barcha bir onda go'yo muzlab qolishdi? Ular qazishmalar paytida shunday topilganmi? Portlash payti atrof muhitga minglab katta toshlar otildi. Bu toshlar va zilzila tufayli deyarli barcha uylarning tomi qulab tushgan. Shaharning oxirgi holatiga nazar tashlasak, buni yaxshiroq tushuna olamiz. Xo'sh, bu holatda ichkarida yoki tashqarida farqi qolmasdan vafot etgan insonlar. Taxminlarga ko'ra, ular 10 daqiqa ichida loy shaklidagi vulqon kuli bilan qoplangan va ular asrlar davomida shunday bo'lib qoldilar. Shahar 1748-yilda tasodifan topilgan. Aholi sonining ko'payishi va shaharlarning kengayishi tufayli ishlar shu darajaga yetdi. Hududda yumshoq zamin bor edi va qazish ishlari boshlandi. Qazishmalar davomida yer ostida qadimiy binolar borligi ma'lum bo'ldi. Darhol arxeologlar chaqirildi. Avvaliga ular faqat shaharning mavjudligi haqida bilishgan. Keyinchalik qazishmalar paytida inson skeleti topildi. Tushgan yopishqoq kul odamlarni qopladi va ular tezda halok bo'lishdi. Va shu shaklda o'sha odamlarning tanasi, yuz shakllari hammasi saqlanib qoldi. Shunday qilib bu odamlar siz ko'rib turganingizdek taxminan 2000 yil oldin toshga aylanmagan.
Ular kul qatlamida qolib, bugungi kungacha saqlanib qolishdi. Xo'sh, nega ba'zi odamlar falokat sodir bo'lmagandek qotib qolishgan? Katta vulqon atom bombasidan bir necha barobar kuchliroq energiya bilan portladi. Odatda odamlar to'satdan qo'rquvdan harakat qilishlari yoki sarosima holatida chapga va o'ngga yugurib falokatdan chiqish yo'lini qidirish kerak edi. Ammo bu shahardagilar bu harakatni qilmaganga o'xshaydi. Masalan, ushbu rasmdagi oilaga qarang. Onasi, ehtimol otasi, farzandi ila qo'llarini tutib o'ynayotgan payti bu yerda boshqa xunuk ehtimol ham mavjud, ya'ni pedofillar. Tabiiy ofatdan keyin bolaning qo'llari vaqt o'tishi bilan shikastlangan. Qo'llarini ko'tarib burchakda turgan kishi boshqa bolani ushlab turgan bo'lishi mumkin. Ba'zilar uyquda bo'lishgan, nima bo'lganini ko'rishga ham imkoni yo'q edi. Bu katta portlash va shovqiniga qaramasdan bunday holat bo'lishi aqlga sig'maydi. Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Buning uchun faqat bitta tushuntirish bo'lishi mumkin. Agar ular uchun vaqt birdan to'xtatilgani yoki falokat filmda tasvirlanganidek odamlar o'ngga va chapga yugurishmadi. Bu soniyalar ichida sodir bo'ldi. Men uchun bu sodir bo'lgan voqeaning eng hayratlanarli qismi. Hodisaning bu jihati Pompey xalqining yo'q bo'lib ketishi Qur'onda tasvirlangan halokatli hodisalarga o'xshaydi. Chunki Qur'onda halok qilingan xalqlar haqida so'z borsa-da, asosiy e'tibor tag-tugi bilan yo'q bo'lib ketishiga qaratilgan. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday oyat bor. Faqat birgina qichqiriqdan boshqa narsa bo'lmadi. Birdan ular so'nib qoldilar. Shubhasiz, falokat bir zumda, ya'ni to'satdan bir necha soniya ichida sodir bo'ldi. Bu gunohkor shaharda hech bir inson tirik qolish xohlanmadi. Biz bu voqeadan xulosa qilishimiz kerak. Bu voqealar ko'rishingiz yoki o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'lgan video mavzusi yoki hikoyalar emas. Bu yerda muhim bir qism bor. Loy qatlami bilan himoyalangan va kelajakda shu shaklda oldimizga chiqish uchun asrlar davomida kutgan bu insonlar o'z hayotlaridan ibrat olishimiz uchun shu shaklda qoldirildi. Bu san'at galereyasida ko'rayotgan haykallar emas. Ular halokat belgilari bilan kunimizgacha kelgan tirik o'liklardir. Kichik mehnatimizni qadrlagan holda videoga bir dona like bosib, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Keyingi videolarda ko'rishguncha